Bu kishi Sir Jamshedji Jijibhoy, Mumbay tarixidagi eng mashhur va hurmatli shaxslardan bo'lgan. U kishi fors millati, dini zardushtiy bo'lgan, tadbirkor, saxovatpesha va jamoat arbobi bo'lgan. Bu kishi Hindiston tarixida birinchi bo'lib Sir unvonini olgan birinchi hindistonlik. 1842-yilda Britaniya qirolligi tomonidan Sir unvoni berilgan. 1857-yilda esa baronet unvoni bilan taqdirlangan. Bu unvonlar meros qilib qoldirilishi mumkin bo'lgan nufuzli unvonlardandir. Sir Jamshedji Jijibhoy Hindiston tarixidagi eng boy tadbirkorlardan bo'lib, juda katta va juda ko'p xayriya ishlarga qo'l urgan. U kishining 1783-yil tug'ilib, 1859-yil vafot etgani hisobga oladigan bo'lsak, u kishi qurdirgan kasalxona va maktablar hozirgacha Mumbaydagi eng asosiy va oliy darajadagi tizimlar hisoblanadi. Undan tashqari bu kishi Hindistonda ko'priklar, suv inshootlari va yo'llar qurdirgan. U kishi Hindistonda saxovat ramzi sifatida tarixda qolgan. Bu kishining haykali Mumbay markazidagi Ozodlik maydoni chetiga o'rnatilgan. U haykalni ko'rib, kimligi bilan qiziqib, internetda ma'lumotlar qidirgandim, shu ma'lumotlar chiqdi. Bu haykaldan sal teparoqda Ozodlik maydoni to'g'risida esa Mumbay Oliy sud binosi joylashgan. U bino va uning ajoyib arxitekturasi haqida keyingi videoda batafsil gapirishga harakat qilaman.